$700 14 kunlik umra ziyoratiga jo'natamiz. $800 jo'natamiz, $850 jo'natamiz. Maza qilib borib kelasizlar deyotgan do'stlar, ijtimoiy tarmoqda videolar ko'payib ketdi. Centrum Holiday'ga shuning uchun yetib keldik. Rostdan umra ziyoratining narxi shu darajada arzon bo'lib ketdimi? U joyga borgandan keyin odamlar qiynalmasdan maza qilib shu narxda umra qilib kelsa bo'ladimi yoki yo'qmi to'liq ma'lumotini olamiz. Ulug'bek aka rostdan $700, $800 ga 14 kun yaqin gastinitsiya, zo'r ozuq, undan tashqari transportlari, malakali 50 boshlari bilan 14 kunlik paket bormi yoki yo'qmi aka? Assalomu alaykum. Yaxshi keldilar, charchamang. Shu videoni oxirigacha ko'rib tursa, men sizga batafsil ma'lumotini beraman. Xo'p, $700, $800, $850 reklama qilayotganlarni ular muhokama qilmaylikda. Biz o'zimiz paketimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Xo'p, bizning paketimiz narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarni boshida aytib ketamiz. Narxi $1000 Toshkentdan, $1050 Farg'ona Vodiyasidan bo'ladi. Vohadan $1100 bu standart paketimiz ular. Xo'p, standart paketimizga quyidagilar kiradi. Bordi keldi biletlari, Madina Munavvarada, Makka Mukarramada 4 yulduzli, 3 yulduzli mehmonxonalar, 2 mahal, 3 mahal oziq-ovqatlar kiradi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz o'linadi. 2 kecha 3 kunduz oldi 6 dan oshiq ziyoratlari, 2 obed va kechki ovqatlari beriladi. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, 1 kilometrdan 1,5 kilometrga joylashgan mehmonxona gastinitsiyalar bo'ladi. Bitta avtobus xizmatlari postoyan qatnab turadi. Bizda malakali 50 boshlari billa borib, billa kelishadi. 14 kun davomida xizmatlarida turishadi. Xo'p, bizda firmamiz tomonidan beradigan narsalarimiz, sizga sayohat, ziyoratlarimizni aytadigan bo'lsak, Centrum Holiday'dan kamzal, somka, bejik beriladi. Qaytib kelishanga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Madina Munavvara, Makka Mukarram bo'ylab 15 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi. Ziyoratlarimizga 50 bosh, malakali 50 boshlarimiz chiqib, bu yerda to'liqroq ma'lumot berib, bu yerda nima bo'lgan haqida, payg'ambarimiz haqida, tarixlari haqida mukammal o'sha tushunchalar berishib kelishadi. Undan tashqari firmamiz tomonidan ziyoratdan tashqari sayohat qo'shib berilgan Qizil dengiz sayohati. Bu Qizil dengiz sayohati ham bonus sifatida bizdan sizlarga taqdim qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Hozir xudo xolasa mana shu aytilgan hamma sharoitlar necha pullik nima bo'ladi, paket bo'ladi? $1000 bo'ladi. Toshkentdan $1000 ga bo'ladi. Bu aytib o'tgan sharoitlarimiz hammasi ichida doktor xizmatlari, aravacha xizmatlari, bordi keldi biletlari aytib o'tganimizda, 14 kun yotoqxonasi, 14 kun yotoqxonasi, 11 dan o'sha 12 dan o'sha ziyoratlari, malakali 50 boshlari, umra qildirib berishlari, umra badal qilishlari hammasi ichida bo'ladi. Hech qanaqa qo'shimcha to'lovlari ichida bo'lmaydi. Gap yo'q, zo'r. Undan tashqari, u joyga borganingizdan keyin akalar, xudo xolasa 50 boshlar hamma xizmat ko'rsatib berishadi. U sayohat ziyoratlarga chiqmagan taqdiringizda ham bemalol piyoda o'zingiz haramga borib kelib, 50 boshi juda ham ko'p kerak bo'lmaydi, adashmasam, lekin borganingizda qanaqadir maslahat kerak bo'lsa yoki nimadir so'ramoqchi bo'lsangiz, har bitta o'sha sizni joylashtirilgan gastinitsiyaning pastida o'tiradi, to'g'rimi aka? Ha, 50 boshning xizmati nimaga kiradi? 50 boshi bir xillar telefon qilishadi deb 50 boshimiz qaramayapti, 50 boshimiz shuna bo'lyapti, nima bo'lyapti? Xo'p, 50 boshni nima qilib bermayapti? Kunda biz bilan bas, biz oldimizda turmayapti. Xo'p, 50 boshning xizmatini birinchi sanab o'tgan bo'lsam, 50 boshi sizni bitta samolyotda kuzatib berganimizdan keyin hisobda kutib olib, 14 kun davomida ziyoratlaringni, umralaringni, qo'shimcha umra badallaringni, yerda shifokor xizmat ko'rsa, shifokor xizmatlarini, yerda sizlarda yerda umra 14 kun davomida umralaringga ketadigan narsalaringni tushunchasini berib, yerda ado qildirib beradi. 14 kun o'sha umralarni qildirib bergandan keyin, sayohatlarni qildirgandan keyin, qo'shimcha ziyoratlarga olib chiqib kelgandan keyin, Qizil dengizlarga olib chiqib kelgandan keyin 50 boshning xizmatlari erta sizlarga turib, tushunchalar berib, obedlaringga, ovqatlaringni, qayta borib kelishlaringni, yo'qolib qolmasligingni, haram tanishuvlari, ashlar vazifasi kiradi. Undan ortig'i o'zlaring ibodatlaringni qilib yurasizlar. Gap yo'q, zo'r. Hozir qaysi viloyatda reys bor? Xo'p, 6 ta viloyatdan reysimiz bor. Samarqanddan, Termizdan, Toshkentdan, Farg'onadan, Namangandan, Andijondan. Andijondan. Xudo xolasa 6 ta viloyatdan primoy-a? Primoy bo'ladi. Biletlari ham bordi keldi, oldindan. Biletlari ham bordi keldi bo'ladi, 14 kunlik bo'ladi. Xo'p, qanaqadir zadeshka ob-havo tufayli bo'ladigan bo'lsa, 2 soatdan 14 soatgacha ajlanib bo'lib qolishi mumkin. Hatta kunlar qolib ketdi. Yo'q, kunlar qolib ketmaydi, to'g'ri. Zo'r, gap yo'q. Do'stlar, xudo xolasa, undan tashqari biz har xil joydan ko'rayotganlarga video pastdagi nomer, call center bolalar nomeri, mana shu nomerda WhatsApp, Telegramlar ham bor. Ijtimoiy tarmoqdan aloqaga chiqadigan bo'lsangiz,
Padarka qilmoqchi bo'lsangiz mabodo uydalaringizga buni ham xudo xolasa uyushtirib berishadi, to'g'rimi aka? Ha, uyushtirib beramiz. Ashtamat qilgan bo'lsak, padarka qiladigan, uyushtiradigan narsamiz bo'lsa, misol chet elda yurgan ota-onamizga sovg'a qilgani umra yo'llama beradigan bo'lsak, ota-onamizni borib, umra bilan tabriklab kelishimiz mumkin. Keyin ko'pchilik bonus sifatida qo'shib berayotgan narsalari bor. Chamadon bor, ehrom bor, tapishga oyoq kiyim, ishlaydigan narsalari, zontiklari. O'sha narsalarni tashkillashtirib qo'yganmiz. Uni ham qilib beraveramiz. Misol aytib o'tganimizdek, uni umrani bizni beradigan narsamizni birinchi reklama qilganimizda $1000lik paketimiz, u boshqa paketimiz. Sizga aytayotganimiz chamadon, sovg'a salon hamma yo'q qilib berishlarimiz bu alohida narxda bo'ladi. Uni telefon qilsang ham batafsil ma'lumot berishadi. Uni boshqasi reklama qilayotgan taqdirda ham hammasi ichida qo'shib beramiz deganda ham ichiga qo'shib bergan bo'ladi xizmati. Biz ham uni xizmatini shunday ichimiz qilib beramiz. Undan foyda olmaymiz. Nech pul olsa biz optim olib beramiz. Sizga arzonroq tushishi mumkin. Bizga foyda ziyoni yo'q. Sizga foydali deb olishi mumkin. Foydasi bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa to'lovlarchi aka qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lovlardan keladigan bo'lsak, xolasa bank orqali, karta orqali, yo'qsa ofisimizga kelsa, ofisimizda kassasi bor, kassaga to'lov qilib, cheklarni yozdirib ketishlari mumkin bo'ladi. O'zlari xohlagan usullarda to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa 14 ta litsenziyasi bor firmadan bittasi Centrum Polides, yonlarida litsenziyalari turibdi. Shart-sharoitlarda o'zlari eshitilar. Inshaalloh, agar siz o'zingiz, ota-onangiz, ahli ayolingiz, oilangiz bilan bormoqchi bo'lsangiz, video basti nomeriga aloqaga chiqing. Call center bolalar sizga yo'l yo'rig'ini tushuntirib berishadi. Joylarda bron qilasiz, inshaalloh qulay sharoitda borib kelasiz. Biz ham sizga do'stlar manfaatli video qilib ulashganimizdan xursandmiz. Like bilan podpishka qilib, kommentariyada omad yozib ketishingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.